Akalar, mana bu Pecherburg Pulkovo aeroporti. Akalar, muhim narsa, iltimos, granitsa kiritishda qilyapti. Постоянный militsiya bo'ladi. Gazvoldik, birinchi etaj tinch akalar. Registratsiya ba'zida bor. Lekin aytyapti, sertifikat qanday olingan? Shuni ikkinchi etajda akalar proverka bo'ladi. Постоянный. Biletlaringiz onlayn registratsiya qilib bergan? Hammasi joyna, chotki qulay. Mana. Bor. Tashqarida militsiya bor-da, lekin ehtiyot bo'lish kerak. Akalar, 18-mart Sankt-Peterburg Pulkovo aeroporti. Mana bu ikkinchi etajda akalar proverka bo'ladi. Постоянный proverka bo'ladi. Mana bu yerda biz bagaj bo'lsalaringiz, bu yerdan tap o'tib ketsalaringiz bo'ladi. Ikkinchi etajdan kelib tushib, shundan bez bagajlar, agar granitsa kirib chiqib qilmoqchi bo'lsalaringiz, mana shu yerdan o'tingizlar. Bez bagaj akalar. Agar ikkinchi etajdan olib tushursam, iloj boricha akalar, ikkinchi etaj emas, birinchi etajdan tushingizlar. Hozir biz akalarimiz hammasini birinchi etajdan o'tkazib oldik. Birinchi etaj tinch akalar. Aeroport tinch. Bugungi Toshkentga kecha soatda 2 ga Aeroflotga reyslarimiz bor edi. O'shalarni ham o'tkazamiz hozir. Hozir bizda granitsa kirdi chiqdi ko'p. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Akalar, yana bir narsa, biz proverkani bir sutkada sizlarga tayyorlab beramiz. Ya'ni sizlarda agar zapret yoki zapret emasligini sizlarga bilib beramiz. Bemalol Eldor Airlines aviakassasiga murojaat qilingizlar. Zapret bor yo'qligini ham tekshirib beramiz. Atiga 1200 rubl. 18-mart kechki vaqt Sankt-Peterburgdan granitsa kirib chiqdiga Chelyabinskga akalarimizni jo'natyapmiz. Bu akalarimiz mana hamma shu yerda biletlarni qulay olgan. Aka, biletlaringizni onlayn registratsiya qilib bergan? Hammasi joyna, chotki qulay. Mana. Boradi, bu yerda bizning taksilarimiz bor, kutib oladi. O'zbekiston fuqarosi juda tez o'tadi va juda tez o'tib keladi. Bunda muammo yo'q. Agar vaqtlaringiz qolsa, bemalol gostinitsa bor, 500 rubldan. Bor, bemalol shu yerda yotsalaringiz ham bo'ladi. Tushundingizmi? Zal, mana внутреннийga o'tib ketasizlar, Aeroflot. Tushundingizmi? Telefonlaringizda bor, talonlar ko'rsatasiz, o'tib ketasizlar. Sizlarga oq yo'l. Biz shu yerda. Mana akajon. Xo'p. Tamam. Bo'ldi. Xo'p, mana. Akajon, shunda bemalol o'tib ketaverasizlar, xo'pmi? Xo'p. Akalarimiz, bular hammasi Aeroflotda uchadi. Keyin kechga Smart Aviy bor, soat 2 da uchadi. Ulardan biz akalarimiz uchib ketyapti. Hammasi yaxshi. Eldor Airlines aviakassasiga murojaat qilaveringizlar. O'zimiz yordam beramiz bu akalarimiz. O'zlaringiz kecha ko'rlaringiz, dokumentlaringiz bo'lsa ham rus tilidan savol javob qilib nimadir muammo qidiradi bular, shtobi sizlardan pul olish uchun. O'shanga biz shtobi yordam beramizki, shu militsiyaga ushlanmasdan o'tkazib yuborishga. Sankt-Peterburg Toshkentga birinchi etaj. Akalar, qanday? Hozir militsiya tashqarida bor-da? Bor-da? O'tkazib keldik. Hammasi yaxshi. Hammasi yaxshi aka. Aka, yordam beryapmiz. Aka, o'zingiz bitta gapirib yuboring. Mana. Tashqarida militsiya bor-da, lekin ehtiyot bo'lish kerak. Işte mana bu yerdan kirib o'tkazamiz. Bu yog'i aka qarang. Mana shu to'g'ri o'tib, shunda ketamiz endi bundan. Hozir bu yog'i militsiya keldi, bu yoqdan chiqib ketaylik. Kirib chiqdiga biletlarimiz bor edi. Aeroflotda biz 7 kishi. Habidada bor edi, ular o'tib ketdi. Akalar, muhim narsa, iltimos, granitsa kiritishda qilyapsizlar. Misol dokumentga uspet qilmaganlikning sababiga, shundaymi? Lekin sizlarda sertifikat bo'ladi, lekin rus tilini bilmasalaringiz juda qiyin. Hozir men doimo aytaman, akalar, birinchi etajga kelib tushingizlar, birinchi etaj, ikkinchi etajda juda tekshirish ko'p. Taksilarga ikkinchi etaj qulay, ikkinchi etajga olib tushirib tashlaydi. Mana akalarimizni men aytdim, 5 kishi edi, ikkalasi ushlamagan. Hozir yel-yel bir balo qilib chiqarib oldi. Qo'lida sertifikati bor edi, sertifikatda rus tilida savol javob beryapti, aytayapti, sizlar bu sertifikatni qanday oldilaring deyapti-da. Lekin atak o'zlari topshirgan, 3 marta borib topshirgan. Olib endi sertifikatni aytayapti, biz annulyurat qilamiz. Lekin ko'ndir bir balo qilib chiqarib oldik. Akalar, mana o'zlaringiz fakti qanday? Shu gaplarimiz hozir to'g'rimi? Nima deydi sizlarga ushlab turib? Ruschamizdan qaytib oldimga sertifikat. Ha, sizlar lekin granitsa kirishni qilyapsizlar, ha? Registratsiya ba'zida bor.
lekin aytyapti sertifikat qanday olingan? Shuni evaziga annulyurat qilamiz deyapti. Shunaqa akalar, iltimos, mana ukamiz ham bor. Shuni ham aka. Sheriklaringiz o'tib ketdi. Sheriklaringiz o'tib ketdi. Sheriklarni o'tkazar. Akalar, iltimos, nima tilni bo'lingizlar. Militsiyaga tushmangizlar. Granitsa kirdi chiqdigan har kuni biletlarimiz bor. O'zimiz o'tkazib beramiz. O'zimiz. Agar biz bo'lmaganmiz, sertifikatini annulyurat qilganda вообще keyin bu qiyin bo'ladi. Akalar, assalomu alaykum. Daryolar Saviya kassasidan. Akalar, mana bu Peterburg Pulkovo aeroporti. Agar sizlarda taksi app qilib 3-etajga kelib tushursa, mana bu 3-etaj deb hisoblanadi-da endi. Mashin keladi, pastga ham ketadi, balanga ham ketadi-da. Balanga kelganda sizlarda boshiga tushirmasin, pastga olib tushirsin. Agar bu yoqqa chiqarib kelsa, shuni kelgandan keyin sirazi mana bu yoqqa kirib ketasizlar. To'g'riga o'tsalaringiz, shuni qilib o'tib ketasizlar. U yoqda keyin naryoqda militsiya bor, проверка qiladi. O'shanga tepasiz. Lekin boshda постоянный militsiya bo'ladi. Agar bu yerda militsiya bo'ladigan bo'lsa, mana bu yerda liftdan tushib ketasizlar, iloji boricha. Biz hozir Toshkentga 5 ta odamimiz bor. Вообще bezakning hammasi. O'shani kutib turibmiz, o'tkazganmi. Shunaqa gaplar akalar. Bu bir lifehack. Mana akalarimiz bezakimizda Toshkentga. U yerda Sherobon tushib o'tyapsiz. Akalar, Ilora Saviya kassasidan bilet olib beringizlar. Onlayn offlayn biz mana o'zimiz yordam beramiz. Akalarimiz shu turibdi har bir kishiga. Hozir O'zbekiston yo'nalishlariga bilet juda ham arzon, qulay. Tojikistonga ketmoqchi akalar, через Qarshi ketsa bo'ladi. Eldor aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Mana odamlaringizni oborib olib keldik. Chelyabinskda. Reyslarni o'tdilar. Mana aka, gapiring Eldor aka. Qanday bo'lish? Kamchilik yo'qmi aka? Hozir cho'pkimi? Kamchilik yo'q, sog' bo'l. Mana aka, hammasi bo'ldi aka, mana hammasi davolang. Jo'natavering bemalol. Kassasidan bugun 16-martdan 17-martga o'tar kechasi Somonaya soat 2:00 ga uchadigan bor. Biz akalarimiz u yoqda oilavilarim bor. Odam ko'p. Kirishda проверка bor akalar. 20 kilo bagaj, 7 kilo ruchnoy Somonaya. Ya'ni bu yerda hozir stoyka registratsiyada hech qanaqa проверка bo'lmaydi. Somonayada ketadi. Akalarimiz mana har doimgidek shu bir chekkada 79 cha bo'ladi. Bu talpa har doimgidek bu bor. Shunday hozir Toshkentga reyslarimizni jo'natib oldik va granitsa kirib-chiqishni ham jo'natib oldik. Ana endi faqat Somonayga oldi, o'shalarni jo'natib olsak, bugunga hammasi yes bo'ladi. Daryolar Saviya kassasiga murojaat qilaveringizlar. Adreslarimiz Ulisa Dvenga dom 27, korpus 1da joylashgan. Mana akalar.